Bugun juda muhim mavzuni tushuntiraman. Pensionerlarni tekshirishyapti. Ayrim joylarda xonadonma-xonadon yurib, kim qanday yashayapti, kimga yordam haqiqatan kerak, kimda ortiqcha daromad yoki mol-mulk bor. Shularni aniqlashyapti. Bu ma'lumot nafaqat pensionerlarga, balki ularning farzandlariga, kelin-kuyovlarga, bir uyda yashayotgan qarindoshlariga ham tegishli. Chunki bitta noto'g'ri ma'lumot. Bitta yashirilgan daromad yoki hujjatdagi bitta xato sabab odam ijtimoiy yordamdan, kompensatsiyadan yoki qo'shimcha nafaqadan ayrilib qolishi mumkin. Shu videoni oxirigacha ko'ring. Men sizga kimlar tekshirilishi mumkin? Nima uchun uyma-uy yurishyapti? Qaysi holatda xavotirlanish kerak? Qaysi holatda qo'rqmaslik kerak? Yordamni yo'qotmaslik uchun nima qilish kerakligini oddiy tilda tushuntirib beraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing. Chunki bu kabi ma'lumotlar ko'p oilalarning pulini, vaqtini va asabini asrab qoladi. Oldin ko'p masalalar qog'oz orqali, mahalla tavsiyasi orqali yoki fuqarolarning o'z arizasi asosida hal bo'lardi. Masalan, pensioner kishi yoki uning oilasi ijtimoiy yordam so'rasa, mahallaga borardi, ariza yozardi, ayrim hujjatlarni topshirardi, keyin komissiya ko'rib chiqardi. Ba'zan mahalla faollari oilani yaxshi tanigani uchun bu oilaga yordam kerak deb tavsiya berardi. Ba'zan esa ma'lumotlar to'liq tekshirilmasdi. Chunki hamma narsa bir joyda jamlanmagan edi. Hozir esa vaziyat o'zgaryapti. Davlat organlarida ma'lumotlar ko'proq elektron shaklda solishtirilmoqda. Ya'ni pensionerning pensiyasi, oiladagi boshqa a'zolarning rasmiy daromadi, nomida uy-joy, avtomobil, yer, tadbirkorlik, bankdagi ayrim tushumlar, boshqa nafaqa yoki yordam olishi kabi ma'lumotlar turli bazalardan tekshirilishi mumkin. Bundan tashqari, ayrim holatlarda xonadonga borib, yashash sharoiti ham o'rganiladi. Bu tekshiruvlarning asosiy maqsadi odatda shundan iborat. Yordam haqiqatdan muhtoj odamga yetib borsin. Bir vaqtning o'zida ham daromadi yaxshi, ham mulki bor, lekin hujjatda kambag'al ko'rinayotgan oilalar aniqlansin. Lekin amalda shunday vaziyatlar bo'ladiki, rostakam muhtoj odam ham hujjatini vaqtida yangilamasa, oilaviy tarkibi noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, o'g'li yoki qizi ro'yxatda turib, aslida boshqa joyda yashasa, nomida eski mashina qolib ketgan bo'lsa, yordamdan vaqtincha tushib qolishi mumkin. Men shu yerda bir narsani aniq aytaman. Tekshiruv keldi degani avtomatik ravishda yordam to'xtaydi degani emas. Lekin tekshiruv paytida ma'lumotlaringiz mos kelmasa, biz buni bilmaganmiz deyish har doim ham yordam bermaydi. Shuning uchun oldindan tayyor bo'lish kerak. Birinchi navbatda ijtimoiy yordam, moddiy yordam, kompensatsiya, kam ta'minlangan oila sifatida nafaqa, nogironlik bo'yicha to'lov, parvarish puli yoki boshqa turdagi qo'shimcha yordam olayotgan pensionerlar ehtiyot bo'lishi kerak. Oddiy yoshga doir pensiya olayotgan odamning pensiyasi borligi uchun uni tekshirishdan maqsad odatda pensiyani olib qo'yish emas. Pensiya qonuniy mehnat staji va badallar asosida tayinlangan bo'lsa, u shunchaki uyning sharoiti yaxshi ekan deb bekor qilinmaydi. Lekin pensiyadan tashqari muhtojlik asosida beriladigan yordamlar bo'lsa, ana o'sha yordamlar bo'yicha tekshiruv bo'lishi mumkin. Masalan, birinchi holatni olaylik. 72 yoshli onaxon yolg'iz yashaydi. Pensiyasi 1.200.000 so'm. Dori-darmonga oyiga 400-500 ming so'm ketadi. Uy eski. Farzandlari boshqa viloyatda doimiy yordam bera olmaydi. Bu onaxon ijtimoiy yordam olayotgan bo'lsa, tekshiruv kelganda qo'rqmaslik kerak. Aksincha, u o'z holatini to'g'ri ko'rsatishi kerak. Pensiya miqdori, dori xarajatlari, kommunal to'lovlar, uyda kim yashashi, farzandlari doimiy pul yuboradimi yoki yo'qmi? Agar hammasi rost bo'lsa, hujjatlar joyida bo'lsa, bunday tekshiruv yordamni saqlab qolishga ham xizmat qiladi. Ikkinchi holat. Pensioner ota-onaning uyida rasmiy ro'yxatda 2 nafar farzand turibdi. Lekin aslida biri Toshkentda ijarada yashaydi. Ikkinchisi Rossiyada ishlaydi. Mahalla yoki elektron tizim oilaviy tarkibni ko'rganda uyda 3-4 kishi bor. Demak, daromad bo'lishi kerak deb hisoblab qolishi mumkin. Agar o'sha farzandlar rasmiy ishlayotgan bo'lsa yoki chet eldan pul o'tkazmalar bo'lsa, bu muhtojlikni baholashda ta'sir qilishi mumkin. Lekin farzand ro'yxatda turib, aslida ota-onani boqmayotgan bo'lsa, buni tushuntirish va hujjat bilan ko'rsatish kerak bo'ladi. Masalan, ijara shartnomasi boshqa joyda yashashini tasdiqlovchi ma'lumot, chet elda ekanini ko'rsatuvchi hujjatlar. Pul yubormasligi yoki kam yuborishni izohlovchi ariza kerak bo'lishi mumkin. Uchinchi holat, pensioner nomida avtomobil bor.
Masalan, 1995-yilgi eski Damas yoki Nexia otaning nomida qolgan, lekin uni o'g'li minib yuradi. Yoki mashina umuman yaroqsiz hovlida turibdi. Tizim esa shunchaki nomida avtomobil bor deb ko'rishi mumkin. Shunda yordam masalasida savol tug'iladi. Agar muhtoj bo'lsa, nega mashinasi bor? Mana shunday holatda odamlar ko'p xato qiladi. Bu eski-ku, yurmaydi-ku deb og'zaki aytish bilan cheklanadi. To'g'ri yo'l, avtomobil kim foydalanayotganini, texnik holatini, agar sotilgan bo'lsa, notarial rasmiylashtirilmaganini. Agar yaroqsiz bo'lsa, tegishli hujjatini ko'rsatish. Eng yaxshi yechim esa nomdagi mulkni real holatga moslashtirish. Sotilgan bo'lsa rasmiy o'tkazish, yaroqsiz bo'lsa hisobdan chiqarish. Foydalanmayotgan bo'lsa hujjatni tartibga keltirish. 4-holat. Pensioner onaning nomida uy bor, lekin uyda 3 ta oila yashaydi. Tekshiruvchi kelganda uy ichida televizor, muzlatkich, kir yuvish mashinasi. Hatto konditsioner ko'rsa, ba'zan bu oila yomon yashamas ekan degan xulosa bo'lishi mumkin. Lekin men har doim aytaman, bitta muzlatkich borligi yoki televizor borligi oilaning boyligini isbotlamaydi. Hozir eng oddiy oilada ham maishiy texnika bo'lishi mumkin. Muhimi daromad va xarajat nisbati. Agar uyda 6 kishi yashasa, umumiy daromad 2 million so'm bo'lsa, kommunal oziq-ovqat to'g'ri. Kredit to'lovlari bilan bu pul yetmasligi aniq. Shuning uchun tekshiruvda narsalarni yashirish emas, daromad xarajatni aniq ko'rsatish muhim. 5-holat. Pensioner yordam olayotgan, lekin yaqinda farzandi rasmiy ishga kirgan. Masalan, o'g'li oyiga 4 million so'm maosh olyapti. Agar u bir uyda ro'yxatda bo'lsa va oilaviy tarkibda ko'rsatilsa, bu yordamga ta'sir qilishi mumkin. Bu yerda ham darhol yordamni olib qo'yishadi deb vahima qilish shart emas. Lekin oila tarkibi, o'g'ilning oilasi alohidami, ota-onasini boqadimi, o'zining kreditlari va bolalari bormi, shular ko'rib chiqiladi. Agar o'g'il alohida yashasa, lekin ro'yxatdan chiqmagan bo'lsa, hujjatda tartib qilish kerak. Agar birga yashasa, uning daromadi yashirilmasligi kerak. Chunki yashirilgan daromad keyin aniqlansa, yordam bekor qilinishi bilan birga o'rtacha to'langan pullarni qaytarish masalasi ham chiqishi mumkin. Kimlar qo'rqmasligi kerak? Men buni aniq aytaman. Hujjatlari to'g'ri, daromadini yashirmagan, oila tarkibini to'g'ri ko'rsatgan, yordamni qonuniy olayotgan odam tekshiruvdan qo'rqmasligi kerak. Tekshiruvga kelgan odam bilan janjallashish, eshikni ochmaslik. Nega kelding deb baqirish foyda bermaydi. Aksincha tinch gaplashib, savollarga aniq javob berish kerak. Lekin shu bilan birga o'z huquqingizni ham biling. Kim keldi? Qaysi tashkilotdan, nima maqsadda? Qanday hujjat asosida o'rganish o'tkazyapti? Buni so'rashga haqqingiz bor. Eng katta xatolardan biri shuki, odamlar pensiya olayapman, demak boshqa yordamga ham haqliman deb o'ylaydi. Yo'q, pensiya alohida tushuncha. Muhtojlik asosidagi yordam alohida tushuncha. Pensiya sizning yoshingiz, stajingiz, avvalgi ish faoliyatingiz bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Ijtimoiy yordam esa hozirgi oilaviy ahvolingiz, daromadingiz, yashash sharoitingiz, oilada mehnatga layoqatli odamlar bor yo'qligi bilan bog'liq bo'ladi. Shuning uchun bir pensioner yordam oladi, boshqa pensioner olmaydi. Bu har doim ham adolatsizlik emas. Ba'zan sharoitlar farqli bo'lgani uchun shunday bo'ladi. Ikkinchi nozik joy, ro'yxatda turish va real yashash masalasi. Ko'p oilalarda farzandlar ota-onasining uyda ro'yxatda turadi, lekin yillar davomida boshqa shaharda yashaydi. Elektron tekshiruvda esa ular bitta xonadon a'zosi sifatida ko'rishi mumkin. Natijada pensionerning daromadiga farzandning daromadi qo'shilib ketgandek baholanadi. Agar shunday holat bo'lsa, men maslahat beraman, mahallaga borib, oila tarkibi haqidagi ma'lumotni aniqlashtiring. Zarur bo'lsa, farzandning real yashash joyini rasmiylashtiring. Keyin qilamiz deb yuraversangiz, yordam masalasida aynan shu joydan muammo chiqadi. 3-nozik joy. Bank kartasiga tushadigan pullar. Masalan, pensionerining kartasiga har oy pensiyadan tashqari 1 million yoki 2 million so'm pul tushadi. Bu pulni farzandi ona doğru oling deb yuborgan bo'lishi mumkin. Lekin tizim yoki tekshiruvchi buni daromad sifatida ko'rish ehtimoli bor. Agar bu doimiy yordam bo'lsa, albatta oilaning umumiy moddiy holatiga ta'sir qiladi. Agar bir martalik, masalan, davolanish uchun, qarz qaytarish uchun yoki to'y hashamdan qolgan pul bo'lsa, buni tushuntirish kerak. Men odamlarga har doim aytaman, katta tushumlar bo'lsa, nima uchun tushganini o'zingiz yozib qo'ying. Zarur bo'lsa izoh bera olasiz. 4-nozik joy, kredit. Ba'zi oilalar bizda daromad bor deb ko'rsatyapti, lekin uning yarmi kreditga ketadi deydi.
Ha, bu muhim. Masalan, oilaning umumiy daromadi 5 million so'm. Lekin 2 million 200 ming so'm kredit to'lovi bor. Yana pensionerning dorisi bor. 2 nafar bola o'qiydi. Bunday vaziyatda yalpi daromadga qarab xulosa chiqarish har doim ham to'g'ri bo'lmasligi mumkin. Tekshiruvda kredit shartnomalari, oylik to'lov jadvali, bank ilovasidan ma'lumotni ko'rsatish foydali bo'ladi. Lekin shuni ham biling, hamma kredit ham muhtojlikni isbotlab bermaydi. Masalan, qimmat telefon, hashamatli mebel yoki dam olish uchun olingan kredit bilan dori-darmon yoki uy ta'miri uchun olingan kreditning mazmuni boshqacha baholanishi mumkin. 5-nozik joy, uy-joyning tashqi ko'rishi, ba'zan hovli yaxshi ko'rinadi. Lekin ichida muammo ko'p. Kimdir eski uyini farzandlari yordamida ta'mirlagan, lekin hozir daromadi yo'q. Kimdir uy qurishni boshlagan, lekin qurilish yarimta qolgan. Tekshiruvchi kelganda uyning devori yangi ekan deb xulosa qilishi mumkin. Shunda tushuntirish kerak. Qachon ta'mirlangan, pulni kim bergan, hozirgi daromad qanday, yashash sharoitini ko'rsatishdan uyalmang. Agar tomdan suv o'tsa, isitish tizimi bo'lmasa, sanitariya sharoiti yomon bo'lsa, buni aniq ayting. 6-nozik joy, parvarishga muhtoj pensionerlar. Agar pensioner yotib qolgan bo'lsa, nogironligi bo'lsa, doimiy dori ichsa, uning xarajatlari oddiy pensionernikidan ancha ko'p bo'ladi. Bu holatda tibbiy hujjatlar juda muhim. Shifokor xulosasi, kasallik varaqalari, dori retseptlari, nogironlik haqida ma'lumot, parvarish zarurligini tasdiqlovchi hujjatlar bo'lsa, ularni tartiblab qo'ying. Chunki og'zaki kasalman deyish boshqa, hujjat bilan ko'rsatish boshqa. 7-nozik joy, vaqtida xabar bermaslik. Ko'p yordam turlarida oilaviy holat o'zgarsa, daromad o'zgarsa, yashash joyi o'zgarsa, bu haqda tegishli idoraga xabar berish talab qilinishi mumkin. Masalan, pensionerning uyiga kelin va o'g'li ko'chib keldi, o'g'li ishga kirdi. Yoki pensioner boshqa farzandiga ko'chdi. Shularni yashirib yurish keyin muammo qiladi. Mendan so'rashmadi degan gap har doim o'tmaydi. Shuning uchun muhim o'zgarish bo'lsa, mahalla yoki mas'ul tashkilotga yozma tarzda xabar bergan yaxshi. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Agar siz pensioner bo'lsangiz yoki uyingizda pensioner ota-onangiz bo'lsa, yordamni yo'qotmaslik uchun bir nechta aniq ishni bajaring. Birinchi qadam, hujjatlarni yig'ib bitta papkaga soling. Pasport yoki ID karta nusxasi, pensiya guvohnomasi yoki pensiya miqdorini ko'rsatuvchi ma'lumot, nogironlik bo'lsa, nogironlik hujjati, tibbiy xulosalar, dori retseptlari. Kommunal to'lov kvitantsiyalari, kredit shartnomalari, bank to'lov jadvali, uyda yashovchi shaxslar haqida ma'lumot, farzandlar alohida yashasa buni tasdiqlovchi hujjatlar. Tekshiruv kelganda siz sarosimaga tushib qolmaysiz. Hammasini ko'rsata olasiz. Ikkinchi qadam, oila tarkibini aniqlashtiring. Mahallaga boring va sizning xonadoningiz bo'yicha kimlar ro'yxatda turganini, yordam hisobida kimlar oila a'zosi sifatida ko'rilayotganini so'rang. Agar ro'yxatda turgan odam aslida boshqa joyda yashasa, bu masalani rasmiy hal qiling. Farzandingiz boshqa shaharda doimiy yashasa, vaqtincha yoki doimiy ro'yxat masalasini tartibga keltirsin. Agar chet elda bo'lsa, migratsiya yoki ish joyi bilan bog'liq tasdiqlovchi hujjatlarni saqlang. Uchinchi qadam, daromadlarni yashirmang, lekin to'g'ri tushuntiring. Pensiya qancha, qo'shimcha yordam qancha, farzandlardan pul keladimi? Ijara daromadi bormi? Tomorqadan daromad bormi? Shularni real ayting. Lekin xarajatlaringizni ham ko'rsating. Masalan, pensiyam 1 million 200 ming so'm, lekin oyiga 600 ming so'm dori olaman, 300 ming kommunal to'layman. Qishda ko'mir yoki gaz xarajati oshadi deb aniq ayting. Raqam bilan gapirsangiz, holatingiz yaxshiroq tushuniladi. 4-qadam, mol-mulk masalasini tekshiring. Nomida mashina, uy, yer, do'kon, firma, tadbirkorlik subyekti bor yo'qligini aniqlang. Ba'zan odam o'zi ham bilmaydi. Eski tadbirkorlik yopilmagan, eski avtomobil boshqa odamda yuribdi, meros bo'yicha ulush nomiga o'tgan. Bular yordam masalasida ta'sir qilishi mumkin. Agar mulk real daromad keltirmasa, buni isbotlovchi hujjat tayyorlang. Agar mulk sizniki bo'lmasa, yu nomingizda turgan bo'lsa, rasmiylashtirib qo'ying. Nomida lekin meniki emas degan gap hujjatsiz, kuchsiz bo'ladi. 5-qadam, tekshiruvchi kelganda to'g'ri muomala qiling. Avvalo kimligini so'rang, ismi, lavozimi, qaysi tashkilotdan kelgani, tekshiruv maqsadi. Hujjatini ko'rsatishni so'rash odobsizlik emas, bu sizning huquqingiz. Keyin xotirjam javob bering. Uy sharoitini ko'rsatishda yolg'on gapirmang, lekin o'zingizga zarar qiladigan noto'g'ri umumiy gaplarni ham aytmang. Masalan, ha,
bolalar yordam beradi deb yuborib, aslida yiliga 1-2 marta pul berishini tushuntirmasangiz, ular doimiy yordam bor deb o'ylashi mumkin. To'g'risi farzandim ba'zan yuboradi. Masalan, oxirgi marta 2 oy oldin 500 ming so'm yubordi. Doimiy emas deb ayting. 6-qadam dalolatnoma yoki o'rganish natijasini o'qing. Agar tekshiruvdan keyin biror hujjat tuzilsa, unda nima yozilganini o'qimasdan imzo qo'ymang. Agar siz rozi bo'lmagan joy bo'lsa, bu yerga izohim bor deb yozdiring. Masalan, uyda o'g'li yashaydi deb yozilgan. Lekin o'g'li faqat ro'yxatda turib, aslida boshqa joyda yashasa, buni darhol ayting. Imzo qo'yib yuborgandan keyin men buni o'qimagan edim deyish qiyinlashadi. 7-qadam. Yordam to'xtasa, darhol sababini yozma so'rang. Ko'pchilik yordam to'xtasa uyda o'tirib xafa bo'ladi yoki qo'shnidan eshitgan gapga ishonadi. To'g'ri yo'l, mas'ul tashkilotga boring. Qaror nusxasini yoki to'xtatish sababini so'rang. Sababini bilmasdan turib muammoni hal qilib bo'lmaydi. Agar sabab oila tarkibi bo'lsa, oila tarkibini to'g'rilaysiz. Agar daromad bo'lsa, daromad va xarajatni izohlaysiz. Agar mulk bo'lsa, mulk holatini hujjatlashtirasiz. Agar xatolik bo'lsa, ariza bilan qayta ko'rib chiqishni so'raysiz. 8-qadam, arizani og'zaki emas, yozma bering. Men doim shu narsani ta'kidlayman. Og'zaki gap havoda qoladi, yozma ariza iz qoldiradi. Arizada kimga murojaat qilayotganingizni, o'zingizning ism sharifingizni, manzilingizni, telefon raqamingizni yozing. Keyin muammoni aniq bayon qiling. Menga tayinlangan ijtimoiy yordam falon sanadan to'xtatilgan. To'xtatilish sababini tushuntirib berishingizni, hujjatlarimni qayta ko'rib chiqishingizni so'rayman. Oilaviy holatim quyidagicha deb yozing. Ilova sifatida hujjat nusxalarini qo'shing. Arizangiz qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi yoki ro'yxat raqamini oling. 9-qadam, yolg'on ma'lumot bermang. Ba'zi odamlar o'g'lim ishlamaydi deydi. Lekin o'g'li rasmiy ishda. Mashinami yo'q deydi. Lekin nomida avtomobil bor. Hech kim yordam bermaydi deydi. Lekin har oy kartaga pul tushadi. Bunday yolg'on keyin aniqlansa vaziyat yanada yomonlashadi. Yordam to'xtashi bir masala. Ortiqcha olingan pullarni qaytarish talabi chiqishi 2-masala. Ishonch yo'qolishi 3-masala. Rostini aytib, muhtojlikni hujjat bilan isbotlash eng xavfsiz yo'l. 10-qadam. Qo'shnilarning gapiga emas, rasmiy ma'lumotga tayaning. Hamma pensionerlarni yordamdan chiqarishar ekan. U yerda televizori borlarni ro'yxatdan o'chirishar ekan. Farzandi chet elda bo'lsa, yordam bermas ekan degan gaplar ko'p tarqaladi. Har bir holat alohida ko'riladi. Farzand chet elda bo'lsa ham u ota-onasiga pul yubormasligi mumkin. Uyda televizor bo'lsa ham oila muhtoj bo'lishi mumkin. Nomida eski uy bo'lsa ham daromadi yetmasligi mumkin. Shuning uchun vahima emas, hujjat va aniq izoh kerak. Yana bir muhim maslahat, agar pensionerning o'zi yurishga qiynalsa, farzandlari yoki ishonch vakili yordam berishi kerak. Keksalar ko'pincha idora yurishga qiynaladi. Savollarga hayajon bilan javob beradi. Kerakli hujjatni topa olmaydi. Farzandlar bu onamning ishi deb tashlab qo'ymasligi kerak. Chunki yordam to'xtasa, oxir-oqibat butun oila qiynaladi. Ota-onangizning hujjatlarini tartibga soling, mahallaga birga boring. Ariza yozishda yordam bering, shifokor hujjatlarni yangilab qo'ying. Agar siz tekshiruv adolatsiz bo'ldi deb hisoblasangiz, ham shoshilmang, janjal qilmang. Avval dalillarni yig'ing. Qaysi xulosa noto'g'ri, qaysi ma'lumot eskirgan, qaysi daromad noto'g'ri hisoblangan, shuni ko'rsating. Keyin qayta ko'rib chiqish uchun murojaat qiling. Zarur bo'lsa, yugurib turuvchi tashkilotga yoki fuqarolar murojaatlari bilan ishlaydigan idoralarga yozing. Muhimi, har bir bosqichda hujjatli iz qoldiring. Demak, pensionerlarni tekshirishayotgani vahima uchun emas, tayyorgarlik ko'rish uchun signal. Agar yordam muhtojlik asosida berilayotgan bo'lsa, sizning daromadingiz, oila tarkibingiz, mol mulkingiz va real yashash sharoitingiz tekshirilishi mumkin. Hujjatlar to'g'ri bo'lsa, daromad yashirilmagan bo'lsa, oila tarkibi aniq bo'lsa, qo'rqishga asos yo'q. Lekin eski ro'yxat, nomda qolgan mashina, yashirilgan ish haqi, tushuntirilmagan bank tushumlari, tartibga solinmagan hujjatlar yordamni yo'qotishga sabab bo'lishi mumkin. Men sizga eng asosiy tavsiyani beraman. Bugun hujjatlaringizni tekshiring. Mahalladan oila tarkibini aniqlang. Daromad va xarajatlaringizni yozib chiqing. Tibbiy va kredit hujjatlarini papkaga joylang. Tekshiruv kelishini kutmang. Oldindan tayyor turing. Sizning hududingizda ham pensionerlarni yoki yordam oladigan oilalarni xonadonma-xonadon tekshirishyaptimi?
Nima so'rashdi? Qanday hujjat talab qilishdi? Yordam to'xtagan holatlar bo'ldimi? Izohlarda yozing. Boshqalar ham tajribangizdan foydalansin. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Bu ma'lumot ayniqsa pensioner ota-onasi bor oilalar uchun juda zarur.